Alloh taolo sizni Ramazon oyiga yetkazganini ma'nosini bilasizmi? Bu juda ulug' ne'mat. Uni qadrini chuqur anglashligingiz uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan birlarini ko'rgan tushlari va Nabiy sollallohu alayhi vasallam uni tafsir qilganliklarini quloq tuting. Imom Ahmad o'zini Musnad asarida rivoyat qiladi. Bu hadisni Shayx Alboniy rahimahulloh sahih deb baholaganlar. Va Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi: Quzoa qabilasining Bali toifasidan bo'lgan ikki kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga oldilariga kelib islomni ikkalari bir vaqt o'zida qabul qildilar. So'ngra ozgina vaqt o'tgandan so'ng ulardan biri Alloh yo'lida shahid bo'ldi. Ikkinchisi esa undan keyin yana 1 yil yashadi. Talhi ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu aytadilar: Men tushimda jannatda ko'rdim ularni. Va hayratim shunda bo'ldiki, shahid bo'lgan kishidan oldin undan keyin yana 1 yil yashagan kishi jannatga avval kiritildi. So'ng aytdim, bu holat menga juda ajablanarli tuyuldi. Ertalab bo'lgach, bu haqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radim. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu tushni ma'nosini ochib berdilar va dedilar: U kishi shahiddan keyin Ramazon oyiga yetmadimi? U kishi undan keyin farz namozlarini, sunnat va nafl ibodatlarni ado etmadimi? 6000 rakatdan ziyoda namoz o'qimadimi? So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: Ikkovini darajasi orasidagi farq osmon bilan yer orasidagi masofadek ulkandir. Allohu akbar. Faqatgina 1 yil farq qildi xolos, lekin bu 1 yil ichida u kishi farz va nafl ibodatlarni ado etdi. Ramazon oyiga yetdi, roza tutdi, Allohga itoat bilan yashadi. Shu sababli jannatda u kishi shahiddan oldin qo'yildi. Mana ey Allohning bandalari, Alloh taolo sizni Ramazon oyiga yetkazishning ma'nosi shu. Bu darajalarni ko'tarish uchun buyuk imkoniyat, gunohlarni kechirish uchun ulkan fursat, oxirat manzillaridan oldinga o'tish uchun berilgan ilohiy ne'matdir. Alloh taolo ulug' arshning Robbisidan so'raymiz: bizni va sizlarni bu muborak oyda unga ixlos bilan ibodat qilishga, uni ko'p zikr etishga, amallarimizni go'zal ato etishga muvaffaq qilsin va bizni do'zaxdan ozod qilingan bandalaridan qilsin. Amin ya robbil alamin.